klubni hozir kelishi to'g'ri bo'ladi. Kim deydi ruscha. Xabi Alonso paytida kelgandan ko'ra. Chunki Xabi Alonso bilan nima bo'lganini ko'rdi va shunga qarab turib shartlar qo'yadi. Oldin bilmasdi, oldin ishonardi-da u ham. Alonso ham ishonib kelgan o'sha gaplarga. Va mashhur minbarda turib gapirgan gapi bor-ku Peresni. Biz butunlay shu bo'ldi, shuni yo'lida ketamiz, hamma narsa shunga quramiz degan odam hech qanaqa unaqa bo'lib chiqmadi-yu. Hozir endi yo'q, men bunaqa aldagansizlar, to'xtanglar. A, B punktlarni yozdiradi. Agar bunda bo'lsa, bar shartnoma rol o'ynaydi deb o'ylayman. Keyin klubni misol uchun boshida rad etib ketishi bu endi Realga, hatto Peresga ham juda katta minus keltiradi. U Xabi Alonso kichikroq edi. Endi siymosi yuqoriroqdek katta. Bitta jamoada murabbiylik. Endi Sandayb deyiladi. Endi klubki agar boshida bildimi, ichkanini ko'rsatib berdimi, aks etib berdimi, bu reputatsiyasiga zarba beradi haqiqatan. Shuning uchun klubga ko'p narsalarga ko'nib taklif qilsa. Endi Arbelo'n gapirmasa ham bo'ladi-ku. Xabi Alonso ham shunaqa qilishdi-da. Oldin endi Zidanning davrini ko'p moslashtiramiz-u, lekin Zidan davri boshqa davr, baribir Ronaldo'lar bo'lgan. Tarkib butunlay boshqacha bo'lgan. Jamoa jangchiroq bo'lgan. Hozir ko'ryapmiz, murabbiy bilan ko'p tortishadigan ba'zi futbolchilar yig'loqroq yulduzlar, yetakchilar. Hali ham qurilish jarayonidagi jamoat. Yo'q, Bobur yulduzlarga bog'liq deb o'ylayman. Men masalan Valverde bilan Bellingham bu yil o'zgarib qoldi-da. Chunki Viniciuslashishdi. Mana men bundoq kartina o'tgan yil Ancelottining paytida ikkalasi tirik bo'lib yotganda ham, Real yomon mavsum o'tkazganda ham Valverde bilan Bellingham boshqacha erkakroq edi. Eng zo'rida. Qattiqroq o'ynashuvdi va olib chiqib ketishga harakat qildi. Hozir unaqa emas. U anaqada ham eng ko'p Epstein fayllarida ham ko'p uchrayapti-da. Ularni Epstein qo'shtirmaydi. Shular e'tiroz bildirgan, shular mashg'ulotni gapirgan. G'alati, ana Bellinghamdan kutmaysiz, Valverdedan kutmaysiz. Valverdeni muxlislar ham bir narsani biladiki, Vinicius bilan Valverde ko'proq gapirdi-da. Bellingham 3-chi bo'lib turibdi. Men shunani o'ylab turib, baribir yetakchi Ramoslar bo'lganda u payt. Ramos bo'lgan, misol Marcelo bo'lgan, Ronaldo bo'lgan, kim mana Benzema bo'lgan, Modric, Kroos bo'lgan. Boshqa siymolar, ya'ni futbol o'ynaydigan. Katta siymolar. Hatto kelgan paytini ham